Xo'sh, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan xomashyo bozoriga tanishtirib o'tamiz. Xo'sh, nimalarni ko'rib chiqishimiz kerak? Birinchisi, xomashyo guruhlarini muhokama qilaylik. Xomashyo guruhlariga eng birinchi albatta metallar kiradi, ya'ni oltin, kumush, mis, alyuminiy. Keyin energiya resurslari, neft, gaz, ko'mir, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, bug'doy, makka jo'xori, paxta, shakar, hayvonchilik mahsulotlari, go'sht, sut, jun kabi narsalar va albatta o'rmon xo'jaligi, yog'och va boshqa daraxt mahsulotlari. Bularning hammasi umumiy jihatdan birjada savdo qilinadigan xomashyolar hisoblanadi. Endi xomashyo guruhlariga kiruvchi narsalar, ularning ichida nima? Metallarda albatta qimmatbaho metallar, rangli metal va sanoat metallariga ajratishimiz mumkin. Qimmatbaho metallarda oltin, kumush, rangli metallar mis, alyuminiy kabi va sanoat metallari albatta temir yoki nikel bo'ladi. Energiya resurslarida eng ko'plari albatta neft mahsulotlari, bu WTI va Brent, tabiiy gaz, ko'mir va uran. Qishloq xo'jaligi mahsulotlariga don mahsulotlari ko'p kiradi, bug'doy, arpa, tropik mahsulotlar, ya'ni shakar, kakao, kofelar, yog'li o'simliklar, ya'ni soya va kungaboqar. Hayvonchilik mahsulotlariga tirik chorva, go'shtning o'zi, mol yoki cho'chqa go'shti eng ko'p savdo qilinadigan. O'rmon xo'jaligi mahsulotlari albatta yog'och va qog'oz xom ashyolar. Endi xomashyolar savdosi uchun asosiy yirik bozorlar qaysi? Neft uchun bu New York Mercantile Exchange va ICE Intercontinental Exchange. Metallar uchun London va New Yorkdagi Commodity Exchange albatta. Qishloq xo'jaligi uchun Chicago Board of Trade va Euronext Yevropada bozorlari. Gaz va ko'mir uchun Henry Hub. Eng ko'p savdo qilinadigan xomashyolar ularning hammasini Xo'sh, xomashyolarni savdo qilish yo'llari haqida gaplashsak. Xo'sh, xomashyolarni savdo qilish yo'llari haqida gaplashadigan bo'lsak, eng birinchi albatta bu spot bozorlari, ya'ni mahsulot real vaqt rejimda savdo qilinadi va mahsulot sizga yetkazib berilishi uchun savdo qilasiz. Ikkinchisi bu futures kontraktlari. Bunda sizga hozir kerakmaydi mahsulot, siz kelajakda yetkazish sharti bilan sotib olasiz. Va sizga sotishadi shu ko'rinishda va hozir belgilangan narxda kelajakda ham shu narxda savdo qilish imkoniyatini beradi, majburiyatini ham beradi. Optionslarda esa faqat futureslardan asosiy farqi bu yerda savdo qilish huquqini beradi. Ya'ni xaridor va sotuvchiga ma'lum bir shartlar asosida kelajakda savdo qilish huquqini beradi, lekin majburiyatini emas. Forward kontraktlari shaxsiy kelishuvga asoslangan bo'ladi va kelajakda aniq bir narxda va vaqtda savdo qilinadi. ETFlar xomashyolar bilan bog'liq indekslarga investitsiya qilish orqali savdo qilish imkoniyatini beradi. Bunda siz mahsulotni o'zi sizga kerakmaydi, siz faqat uni narxini o'zgarishidan savdo qilmoqchisiz va foyda ko'rmoqchisiz. Endi eng ko'p tarqalgan xomashyolar qaysilar? Bu yerda hozir ketma-ketlikda qo'yilgan, ya'ni eng kattasi birinchi, ya'ni neft. Keyin oltin va kumush, keyin bug'doy, soya, makka jo'xori, tabiiy gaz va paxta va shakar. Endi xomashyoni savdo qilishda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsalar, jihatlari. Birinchisi bozorning o'zgaruvchanligi, ya'ni volatillik. Narxlar tez o'zgaruvchan bo'ladi. Ayniqsa ko'p savdo qilinadigan brendda narx juda ham tez va turli xil faktorlarga asoslanib o'zgaradi. Endi fundamental tahlil qilishimiz kerak. Xomashyoni ishlab chiqaruvchilar qanday bo'lyapti va qancha miqdorda hozir zaxira qolgan va kelajakda qish qanday bo'ladi. Texnik tahlilni hisobga olishimiz kerak. Narx grafigi, trendlarning o'zgarishi, trend burilyaptimi, narx qulayaptimi va hokazo. Keyin savdo xarajatlari. Siz savdo qilayotgan brokeringizda ushbu xomashyolar uchun komissiyalar qanday, spreadi qanday va boshqa xarajatlar bormi va hokazo. Albatta bozor yangiliklarini hisobga olishingiz kerak. Geosiyosiy voqealar bu yerda, ob-havo va boshqa faktorlar. Endi xomashyo narxlariga ta'sir qiluvchi yangiliklarga ancha ichiga kiradigan bo'lsak, eng birinchi bu yerda geosiyosiy omillar turadi. Agar arab davlatlarida urush bo'ladigan bo'lsa, bu albatta neft bahosiga kuchli ta'sir qiladi. Dunyoning eng yirik gaz yetkazib beruvchi davlatlari Qatar, Rossiya kabi davlatlarda urush bo'ladigan yoki siyosiy notinchlik bo'ladigan bo'lsa, unda albatta gazga ta'sir qiladi. Keyin savdo cheklovlari, qaysida davlatlarga embargo qo'yildi masalan. Tabiiy ofatlar, qurg'oqchilik, sel, bo'ron kabi narsalar qishloq xo'jaligi mahsulotlariga kuchli ta'sir qiladi. Iqtisodiy hisobotlar, ishlab chiqarish hisobotlari, qaysidir davlat
neftni ishlab chiqarishni cheklashi mumkin yoki iste'moli oshayotganligi yoki zaxirani qisqartirayotganligi haqida yangiliklar chiqarishi mumkin. Markaziy bank siyosati. Katta ko'pchilik xomashyolar dollarda ko'rsatiladi. Shu sababli dollarning kuchi, valyutaning kuchi umumiy narxning o'zgarishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni bu yerda AQSh Federal rezerv stavkasi ham muhim deb hisoblashimiz mumkin. Keyin OPEC qarollari. OPEC qarollari aynan neft ishlab chiqaruvchi kvotalarini ko'rib chiqishimiz va u yangilik chiqarayotgan paytda neftning narxida kuchli o'zgarishlar bo'lishini kutishimiz kerak. Statistik nuqtai nazaridan xomashyolarda ba'zilarda tarixiy jihatdan doim o'sish bo'ladi. Masalan, oltinda. Oltin inflyatsiyaga qarshi himoya sifatida qaraladi va tarixiy grafikni kuzatadigan bo'lsangiz, albatta ma'lum bir davrlarda qulashlar bo'lgan, lekin hozirgi narxi bundan bir 20-30 yilgi narxga qaraganda balanddir. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ham aholi soni o'sayotganligi va inflyatsiya sababli uzoq muddatda qishloq xo'jaligi mahsulotlari doimiy o'sishda bo'ladi. Energiya resurslari uzoq muddatli energetik resurslar iste'moli o'sib boradi, ya'ni ko'proq odamga ko'proq energiya kerak. Shu sababli ularda ham narx ko'pchilik holatda o'sish tendensiyasini ko'rsatadi. Endi bir misol sifatida brendni olib turib, lotni tushuntirib ketaylik. Endi har xomashyoni ayrim spesifikatsiyasiga kirib o'zingiz tekshirishingiz kerak. Brendni misol qilib ko'rsatamiz. Hozirgi holatimizda, demak, bir lotimiz 100 kontrakt, ya'ni 100 barrelni ko'rsatadi. Demak, 100 kontrakt bo'ladigan bo'lsa, 1 barrel 74 USD narxda sotilayotgan bo'lsa, demak siz 0.1 lot sotib olsangiz, bu 10 kontrakt degani. Demak, 0.1 lotimiz 740 USD bo'ladi. Savdo qilayotgan paytingizda doim pozitsiyangiz kattaligi qanday ekanligini tushuning. Pozitsiyani lotlarda tushungan yaxshi albatta, lekin nominal qiymati, ya'ni pul o'zi qancha, necha so'mlik pozitsiya ochayotganligingiz undan-da muhimroq. Shu bilan bizning xomashyo bo'yicha videomiz tugadi. Keyingi videolarda trading va investitsiyaga yanada chuqurroq kirishga harakat qilamiz.